Ko'pchilik ekspertlar offlayndagi kursni onlaynga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazish mumkin deb o'ylashadi, lekin bunday emas. Offlayndagi kursni onlaynga o'tkazishdagi 4 ta muhim prinsip bor. Onlaynda albatta rejani aniq tuzib olish shart. Nimaga? Offlaynda ko'pincha biz bilamiz, improvizatsiya juda ko'p bo'ladi, lekin onlaynda bunday imkoniyat yo'q. Ikkinchidan, onlaynda vaqt bilan chegara bor. Ya'ni tadqiqotlarga ko'ra, onlaynda auditoriyani ushlab turish juda ham qiyin va bu odatda 20-30 daqiqanigina tashkil qiladi. Uchinchidan, ma'lumotlar bazasi ekspertlarda juda ham ko'p, lekin vaqt bilan chegara mavjudligi uchun aynan bu ma'lumotlarni nazariy qaymog'ini chiqara olishimiz muhim. To'rtinchi muhim prinsip esa siz beradigan ma'lumotni albatta hayotiy misollar bilan, keyslar bilan mustahkamlashingiz kerak. Shundagina auditoriyaga ta'sir ko'rsata olasiz. Izohlarda 10 raqamini qoldiring va onlayn kurslarni tashkil qilishingizda foydali bo'ladigan metodni tashlab beramiz.